Bismillahirrahmanirrahim. Qissat Musa ve Hizr aleyhisselam deydi. Bu yerde Musa aleyhisselam Hizr aleyhisselam bilan joliqqani jo'nida bayon qilayotgan biz. Qala Ka'bul ahbar, "A'tallohu azza va jalla at-Tavrata li Musa va atahu min al-ilmi kaseera." Ka'bul ahbar aytadi, Alloh taolo Musa aleyhisselamga Tavratni berdi. Tavrat o'ta cho'ng kitob bo'lgan. Jana o'shonchalik ilmda qo'shavergan. O'ta ilmli bo'lgan ekan Musa aleyhisselam. Adam bir kun o'tirib olib aytgan ekan, "Ya Rabbim, şu bendelerimden hech kimisini mende ilmli o'qilib jaratqansın bu." deganda Alloh taolo vahiy qilib aytgan ekan. Bir bendim bor, og'ada o'ta ilm berganman. An ilmiga qaraganda sen ilming bir ariqdagi suvdan bir tamchiday bo'lib qoladi degan ekanda. Shundan keyin Musa alayhisalom anda o'shol bendenge meni bir yo'liqtirsam, o'shon ilmidan men foydalansam deganda Alloh taolo buyuradi, sen o'sha dengiz bo'ylab ketaversang, tavasing deydi. O'shol oziq tuylik to'lasing, baliqdan qo'rdoqda savalasing, qaysi yerda o'sha balig'ing tirilib ketsa, o'shol yerda tavasing deydi. Anan Musa alayhisalom bir shogirdini o'ziga yordamchi qilib olib, oziq tuylik qilib olib, og'a ko'targizib, baliqdan da qo'rdoq qilib solib olib, anan o'sha dengiz bo'ylab ketaveradi. Ko'p kunlar yuradi, ko'p yerlarda yuradi. Anan bir kun o'sha dengizga bir yerdan suv tushayotgan ekan, bir toshdan ustidan. O'sha yerda o'tirib Musa alayhisalom charchab, ishni eslab olayin deb uxtab qoladi. Uxtab qolganda shogirdi Yusha o'sha yerda Musa alayhisalomni qarab o'tirganda o'sha toshdan og'ib tushgan suvdan bir tomchi baliqqa tomchilab tushadi, baliq tirilib dengizga tushib ketib qoladi. O'sha suvni ma'ul hayot deydigan, al shunday suv ekan, o'lib ketsa tirilib ketadi ekanda, o'shanday suv ekan. Ana Musa alayhisalom Yusha buni ko'rib, esovib, qo'rqib, Musa alayhisalom turganda da aytalibdi, esdan chiqib qoladi. Tur ketdik, jo'raylikda anan keyin Musa alayhisalom shogirdini shashtirib, davomda oziq tuyulni to'plab olib, jina olib ko'tarib jo'naydi. Anan tushgachayin bosib, anan keyin charchab, quchoq ochgandan keyin o'tirib, anan keyin oziq tuyulni olib kelami. Tushkilik jo'raylik deb oldiga aslında da suqan joyib oziq tuyullarni qo'yib, anan baliqqina baliqdab kel jeylik desa, baliq bayog'i o'tirgan yerimda tirilib ketib qolibdir deydi. Nega meni aytmading desa, men shu baliq tirilib ketganligiga tan qolib, sizning uyqungizni buzolayin deb o'tirib esdan chiqib qolibdir deydi. Anda qayt, o'sha yerga boramiz deydi. Anan qayra daga o'sha yerga qaytib kelishdi. Qaytib kelib, bunday qarasa, alsiraq yerda bir kishi namoz o'qib o'tirganini ko'radi. Ana bo'ldi deydi. Men Hizr alayhisalom topdim. Endi sen qaytib ketavergin. Bardağın o'sha Bani Isroil menen agam Harunga yordam berib, o'shalar menen dinga da'vat qilib, bayon qilib, shariat aytib, o'shalarga muhtojlarini chechib berib turg'lar. Men barg'acham xizmat qilib yordam berib tur deydi. Anan Musa alayhisalom qaram Hizr alayhisalomni oldiga borib, Hizr alayhisalomda namoz o'qiyotgan ekan, Musa alayhisalomni ko'rib, namozini qisqarab o'qib, anan Musa alayhisalom qayrilib, "Assalomu alayka ya Musa ibn Imron" deydi. O Umronning o'g'li Musa, salom bo'lsin sana deganda, Musa alayhisalom da anan salomni qaytarib turib, siz meni Musa ekanligimni qayoqdan bilasiz? Ko'rsangiz, o'qpasangiz, bu yerda yel bo'lsa desa, Hizr alayhisalom aytadi, "Arrafani bika man arrafaka bi" deydi. Meni sana bildirgan zot senda menga bildirdi deydi. Alloh taolo meni sana bildiribdir. Menga da shu Alloh taolo sen menga bildirdi deydi. Shunday kelib deb xabarim bor dedi deydi. Anday bo'lsa yaxshigina ana ko'p shu yerda o'tirib сөйләшib o'tirib, "Mayli. Men sizga keldim. Alloh taolo sizga o'rgatgan narsalarni menga da o'rgating. Siz ilmli ekansiz." Deganda Hizr alayhisalom aytadi,
men go öğretemen. Biroq sen meni qoşa yürüşkö çıdawasan kerek deydi. Men qanday iş qılsam da, emne qılsam da har bir iştin akırını qarap, içini qarap, içki dünyasını qarap turup iş qılaman. Sen bolsa sırtını qaraysın, görünüşünü qaraysın. Oşonluktan menin qılgan işlerime, men aytgan sözlerime sen çıdawasan kerek deydi da. Dese jawab men çıdayman. Atayın kelgenden kim qanday bolsa da çıdayman deydi, sabır qılaman deydi. Ana oşontup söyleşip oturganda bir kuş kelip, öte sulu kuş kelip. Oşol dengizge tumşuğunu batırap dağın, denesiga sürtüp koyup uçup ketedi. Bir batış koçup barat, kayra çıkış koçup kelet, kayranan kine konun aldığı kelip konadı. Anan Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselamdan soraydı. Bu kuş neme degen kuş? Bu emine kıldı, deniz sudan kişine bir tumşuğa eğilip alıp denesiga sürtkönдөй oldu dediler. Hızır aleyhisselam aytdı. Bu menin ilimde, senin ilminde Allah Teala'nın ilminin aslında eşlik emez. Allah Teala'nın ilmi şu dengiz olsa, sizlerin ilmiger, ana şu kuşun tumşuğa koşulup çıkan yarım bir kişinin gay nımdık, suuduk, ileşiklik oşonçoluğu degen manini bildiret dedi. Men sana kalganda ilimdimin tura. Biroq menin ilmimde Allah Teala'nın ilmiga qaraganda bir dengizden bir tamçı, yarım tamçı çay emes dedi. Allah Teala ilmi oşonçoluk tereň dedi. Ana meyleyeme sen kelipsin, men şu ilmimden sana mümkünçiliğin boluşunça sana öğreteyin. Biroq жаңыдай şartlar mene. Men emne iş kılsam da meni emnege kıldың dep sorabaysın. Kapada bolbaysın. Mena karşılıkta körsetpeysin deydi. Boptur, men sizge atayın ilim algan kelgenden size men karşılık güçte ölem. Razı olam deydi. Ana köşüntüp jolga düşüp keteberet. Deniz boylap keteverip, qarasa dengizden narja koçuş gerek, bir keme varırken narak ketip kalıptır, ağa jetpey kaladı. Anan kol burgalap çakırsa, baya deniz buları körüp, keme qaytıp kelip, buları mingizip alıp, dengizin nargı beti götkörüp koyuptur. Akça verse akça da albattır. Bana pata verirler, soğuk tise boladı, Allah yolunda götkörüp koyuptur. Anan keme neyesi naraka ketkende bir jumuşta. Bul akıran barıp Hızır aleyhisselam şu kemenin asla bir tahtаны sındırıp buzup koyuptur da. Ana Musa aleyhisselam açılanıp bul kemeçi bizde jarım joldan qaytıp barıp mingizip alıp kelse, birkin akısını alıbasa, siz bu kılgan jakşılığınız kayra kemesi sındırıp koyasız dedi da. Endi anan Hızır aleyhisselam aytdı. Men sana жаңыл aytpadım bilem. Sen menimden jürüşke çıday albaysın, sorabakan devedim bilem degende. Boldu, men esimden çıkıp kalıptır. Emi sorabayım deydi. Meylanday olsa da dağın joldu ulantırak da. Dağın jürüp bir ayılga varsa, oşol ayılda bir top jaş ballar oynap jürgen eken. Oşo balların içinden bir jakşınakay sulu balаны ajratıp alıp çıgat dağın. Bir dala jerge alıp çıkıp öltürüp koyat da. Hızır aleyhisselam. Ana bunu görüp Musa aleyhisselamdan açılanады. Bul bala güneşli bala olsa, nariste bala olsa, bunda neme günü var? Alıp çıkıp öltürüp koydunuz. Deydi. Degende anan Hızır aleyhisselam aytat. Men sana жаңыл aytdım lem go. Barib menen işime çıdabaysın, menden şerik bola albaysın devedim bilem. Emi boldu sen arkana qayıt, men aldıma keteverem deydi. Degende anan Musa aleyhisselam jalvarıp jawap boldu. Emi men ekinci surabayım. Dağın suray turgan bolsa mana meyle men kup jiberim deydi da. Anan dağın ökövi keteberet. Jol ulantırıp keteberet. Bir jerge bir aylığa varıp taza çarçap, kursakları açıp, su sap, kıynalıp geçecek. Şu ailin eliden kişine nan berip turla dese biri de nan berbeydi. Su berip turla dese biri de su berbeydi. Anan aşka kalıp, kıynalıp, aylan çıka veriş yerde bir duval buzulayın dep kışayıp kalgan eken. Hızır aleyhisselam anan Musa aleyhisselam jumşap taşları taşıtıp, oşo duvaldı kichine tüzdöp, kışagan jaga taştan üyüp, kötörüp, onu ayturan kılıp koyat da. Ana bunu körüp anan Musa aleyhisselam dağın kızalat bolat. Bul el
shunchalik jomon ekan, bir tishdan non bermedi bizga, bir o'rtam suv bermedi bizga. Daha siz bularga yaxshilik qilib, bu duvallarni turg'izib beryapsiz. Dediler, emi bo'ldi dedi. Bu mana oxirgi jo'li. Emi sen ortingga qaytib ketasing, meni oldimga ketaverem. Sen boshqa menga sherik bo'la olmaysan, meni ilmdan o'rgana olmaysan. Emi men senga aytib beray, ne sebepten men shunday ishlar qildim deb anan aytdi-da. Birinchi al kemeni sindirib qo'ydim dedi. Sebebi o'shol uchurda o'shol shaharning parchasi boshqa parcha bilan so'g'ishyotadilar. O'shol yerda qancha kema bo'lsa, kemalarda jinab o'shol askarlarga to'plab olyotadilar. Bu kema bo'lsa 10 ta bir kishining kemasi, sheriktish kemasi. Al 10 odamdan 5-i o'riqchal, ularda jatat kasal olib. Shu 5-i sov olib, shu kemani ishlatib, kemadan tushgan aqchaga o'shol 5 o'riqchal sheriklarga yordam berib, o'shalarning tomog'asini qarab, dardarman qarab yordam berib jo'natdilar. Agar bu kema butun bo'lib tursa, buni da pashab ketib qoladilar, anan bular aşağı qalatdilar. Buni kelib pashani odamlar ko'rib tag'in sinib ekan deb ketib qoladi. Keyin asqa bir taxtani jama olib tag'in ishlarni ulantiraveradi dedi. Ana bu o'sha sebepten shunday qildim dedi. Ana ikkinchisi bayağı kichinakay bolani baldan arasına olib chiqib parva o'ltirib qo'ydim dedi. Al balan atasi, enesi o'ta bir solih, taqvoli, yaxshi kishilar dedi. Biroq bu bola cho'ng'aygandan keyin qaroqchi, boshqa sir bola bo'ladi dedi. Ata-enesinin avrisine şak keltirib, ata-enesinin avrisini keltirib, o'shanduktan ata-enesiga bunun kesepete tiybesin deb balani o'ltirib qo'ydim yaxshilikdan dedi. Ata-enesinin hurmati bilan avrisi bilan qolsin deb. Uchinchisi alduvalda turg'izib qo'ydik, tuzdi. Alduval bir yetim balaning, iki yetim balaning duvali. Ularning atasi yaxshi odam bo'lgan, taqvoli odam bo'lgan, tapgan altınını o'shol yetim baldarma deb o'shol duval masqa yashirib qo'ygan. Emi o'shol duval jemirlayin deb qoldi. Jemirib tushib qolsa, shu oldin ko'rinib qoladi tag'in, boshqa odamlar olib ketib foydalanib oladi. Hozir turg'izib qo'ydim bu duvalda, o'sha og'achayin bu duval o'nag'acha bu baldarda aql esine kelib, balag'atga yetib, atalarning vasiyati bor, shu vasiyatini eslerini olib, duvalda o'zlari o'darib, altında olib, shundan tirliklarni ulab ketaveradi dedi. O'shaning uchun shunday qildim. Mana men doim shu ichki dunyosini qarab, oxirgi avalni qarab ish qilam. Sen bo'lsa sirtni qarab turib, asrlarni tutasan. Endi shart bo'ladi, atqariladi, sen orqaga ket, men oldimga ketaverem deb. Anan Xizr alayhisalom da'van yo'lini o'lantirib ketgan ekan, Musa alayhisalom qayrandan keyin o'zining eliga Bani Isroilga qaytib kelgan ekan. Kelib anan umrda oxirlab qoladi. Ana bir kun o'shal murdaga Go'ristanga aldan o'tib ketyapsa, shol shaharida. Go'riston ichida bir 4 odam go'r qaziyotgan ekanda. Go'r qaziyotib, ana Musa alayhisalom kirib, bular kim ekan go'r qaziyotadi? Bu shaharda alichim o'lgan jo'g'lar. Go'r qaz kerak emas deb anam borib, sizlar kimga go'r qazotasinglar? Bizde o'lik yo'q, o'lik bo'lgan emas-ku desa, kimga bu shu go'r loyiq bo'lsa, o'sha odamni qo'lab debdir-da. Ana Musa alayhisalom qana men kirib ko'rayinchanda debdir. Kirib ko'rasi Musa alayhisalom loyiq ekan, o'zini rozi berdi ekanda. O'sha uchurda Azrail alayhisalom yetib kelib, bir almani beribdir. Musa alayhisalom o'sha alman jittag'in deb. Jittag'anda jittar bilan jani chiqib ketgan ekan. Ana shu go'rda qolib ketgan ekan-da. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.